Salom do'stlar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman va biz 4-darsdamiz. Premiere Pro'ni o'rganayotgandik. Demak, bu darsni boshlashimiz uchun sizdan bitta narsani so'rayman. Telegram kanalimga kirasiz va 4-dars uchun fayllar degan mana shunaqa RAR formatdagi arxiv faylni kompyuteringizga skachat qilib olasiz. Keyin buni ochamiz. Bu fayllar nima? Bu fayllarda ataylab shu dars uchun men syomka qilib kelganman. Bu materiallar ustida biz ishlaymiz va 1, 2, 3 darsda o'rgangan narsalarimizni ozgina praktika qilamizda va oxirida tayyor materialni eksport qilish, ya'ni tayyor mahsulotga aylantirish haqida gaplashamiz va o'rganamiz. Bu materiallar Sony Alpha syomka qilingan, ya'ni tasvirga olingan. Demak, u fleshkaga yozadi. Demak, fleshkasini ichiga kirsangiz, aynan mana shunaqa papkalar ochib tashlaydi o'zi va shu yerda qaraydigan bo'lsangiz, mana shunaqa video materiallar, mana shu ketma-ketlikda qaraydigan bo'lsangiz, shunaqa video materiallari bor. Aynan bizga MP4 mana shular kerak bo'ladi. Qolgan materiallar, qolgan papkalar xohlagan joyingizga kirib ko'ring. U faqat Sony Alpha'ni o'zi video materialni o'zi o'qishi uchun. Unchalik chuqurlashmaymiz. Shu yangi papka ochamizda, keling. 4-dars deymiz. Siz bu xohlasangiz boshqacha nomlang va ozgina proyektimizda tartib bo'lish uchun yana bitta papka ochamiz. Va исходник materiallarimizni mana shu yerga keyin переместить qilmaylikda, copyright qilamiz, shu yoqqa tashlaymiz. Va keling bu faylni yopib qo'yaveramiz. Endi proyekt uchun papka ochamiz. Demak, proyekt uchun papka ochdik. Xo'p, endi proyektni o'zini ochamiz, keling. Mana bizning proyektimiz barobar hamma исходник materiallarimiz shuning ichida joylashgan bo'ladi. Xohlasangiz D diskka, xohlasangiz boshqa o'zingizni hard disklaringizga joylashtiring. O'zingiz xohishingiz, menda hozircha рабочий stolda turadi. Demak, yangi proyekt ochamiz va o'sha yangi proyektimizni keling o'sha рабочий stoldagi 4-dars degan papkani ichidagi mixga ochamiz. 4-dars deb nomlaymiz. Demak, create. Xo'p, demak biz Premiere Pro'ga kirib oldik, yangi proyekt ochib oldik. Ana endi keling bu proyektimizga o'sha video materiallarimizni tashlab olamiz. Mana shu исходник materialni tortamizda Premiere Pro'ga olib tushamiz va bu yoqqa tashlaymiz. Mana o'sha papkamiz va keling sekvens ochib olamiz. Shu video materiallar bo'yicha bizda sekvens ochildi. Sekvensimiz esa mana shu papkaning ichida bo'ladi. Mana ikonkasiga qarasangiz bu videoning ikonkasi va ovozniki, mana bu ikonka esa sekvensniki bo'ladi. Keyin sekvens Ctrl X bilan bu yoqqa tashlab olamiz. Tashqarida turish kerak. Va bizda mana sekvens, keling sekvensni nomini o'zgartiramiz. Demak, biz sekvensimiz nomini 4-dars qilib oldik. Keling yana yangi narsalarni ozgina o'rganamiz. Demak, oldingi darsda o'rganmagan narsamiz. Ko'rasizmi, mana video material tanlaganimda ovozi bilan birdaniga birga qo'shib tanlayapti. Agar shunaqa qilishni xohlamasangiz, misol uchun videoni alohida, bir-biridan audioni alohida qilib ajratib olmoqchi bo'lsangiz, bu bir-biriga hozirgi holatda link qilingan, ya'ni bir-biriga qo'shilgan va siz uni unlink qiladigan bo'lsangiz, video material alohida, audio materialni alohida qilib olasiz va shu holatida agar qo'shtirmoqchi bo'lsangiz, misol uchun yana link qilib qo'ysangiz, ko'rasiz-a? Bitta videosini tanlasangiz, ovozi ham o'shanga qarab suriladi. Keling, unlink qilamizda, joyiga qaytaramiz va yana link qilib qo'yamiz. Endi u link unlink qilinganini biz video materiallardan qayerdan bilamiz? Misol uchun mana bu yerga qaraydigan bo'lsangiz, mana ko'rasiz, mana bu yerda v yozuv o'tiribdi, mana qovus ichida. Bu video material bilan audio materialni bir-biriga yopishganini bildiradi. Misol uchun uni keling unlink qilasiz, ko'rasiz, o'sha belgi yo'qoldi. Bu video material bilan audio material ikkalasi bir-biridan alohidaligini bildiradi. Yana bitta narsani o'rganishimiz kerak. Biz o'tgan darsda ko'rgan bo'lsangiz, mana buni ko'zni o'chirib qo'yganimizda hamma doroshkani o'chiradi dedik. Misol uchun birinchi doroshka hozir o'chdi, birinchi yo'ldagi hammasini ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, hammasi o'chdi. Agar bizga shunaqa narsa kerak bo'lib qolishi mumkin, faqat mana shu qismni o'chirmoqchi bo'lsangiz, shunchaki Shift Y ni bosadigan bo'lsangiz, enable qilib disable ga o'tadi. Misol uchun bu video material hozir o'chib ketgani yo'q. Bu shunchaki hozir ko'rishdan berkitilgan bo'ladi, lekin ko'zni o'chirib qo'yganingiz yo'q, ko'ryapsiz? Lekin qolgan materiallarniki turibdi. Ko'rasiz? Bu ko'rinmayapti, bu ko'rinyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana rangi ham o'zgaradi. Ana endi buni Shift Y dan boshqa
yana qaysi usul bilan shunaqa qilsak bo'ladi. Misol uchun shuni ustiga bosasiz va sichqoncha o'ng tugmasini bosib, mana enable bosadigan bo'lsangiz, mana marhamat, bizning videoyimiz berkin bo'ladi bizdan. Ko'zimizdan bu ham sizga asqotib qoladi. Buni montaj jarayonida ko'rsangiz va keyingi darslarim ko'radigan bo'lsangiz, aynan qaysi joylarda ishlatishni birga ko'rib chiqamiz va qulayliklarni ko'rib chiqamiz. Hozircha shuni bilib oling. Demak, ana endi bizda o'tgan darsda o'rganmagan narsalarimiz alt klavishi ham bor edi. O'tgan darsda kesishni o'rgangandik. Misol uchun to'g'ri, kesishni o'rgangandik. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana lezbiya bilan kesadigan bo'lsak, mana bunaqa. Nima deydi? Razor tool bilan kesadigan bo'lsangiz, ko'rasiz, audio bilan videoni ikkalasini birdaniga kesyapti. Agar siz altni bosib turib kesmoqchi bo'lsangiz, mana ko'rasiz, videoni va audioni alohida kessangiz bo'ladi. Alt bilan. Shunchaki o'zi bilan kesadigan bo'lsangiz, video bilan audioni birdaniga kesadi. Ana endi nimaga, misol uchun bitta kesib olganimizdan keyin u yog'iga ikkalasini birdaniga kesmayapti? Chunki kesgan joylarimiz ikki xil joydan, ya'ni ust-must bo'lmagani uchun video avtomatik tarzda unlik bo'lib ketadi va shuning uchun mana ko'rasiz, belgisi yo'q. O'shaning uchun endi u yog'iga alohida kesishga majbur bo'ladi. Altni bosmasak ham. Buni tushundingiz deb o'ylayman. Praktikada bu ham kerak bo'lib qoladi. Eslab qoling. Biz E bilan ham kesdik, to'g'rimi? O'tgan darslarda E bilan kesdik. Ana endi qaraydigan bo'lsangiz, agar ikkita video materialimiz mana bunaqa holatda ust-must turadigan bo'lsa, E'ni bosadigan bo'lsangiz, ko'rdingiz, tepaga xohlagancha materialingiz bo'lishi mumkin va pastga audio materiallaringiz ham xohlagancha bo'lishi mumkin. Lekin misol uchun mana bu ko'k chiziqda biz ko'radigan, montaj qiladigan mana shu yurgichimizda hamma materiallarni, audio material bo'ladimi, mana video material bo'ladimi, hammasini yoppasiga kesadi. Bizda lezbiya esa, misol C bilan kesishimiz esa mana ko'rasiz, audio material bilan video material bir-biriga qo'shib kesadi. Agar altni bosib turadigan bo'lsangiz, faqat video material kesadi yoki audio material kesadi va hokazo. Tushundingizmi? Boya altni bosib turib kesdik-ku. Ana endi altni bosib turib xuddi shunaqa enable narsani disable qilishimiz ham mumkin. Misol uchun videoni tanlab turasizda, shift E'ni bosadigan bo'lsangiz, misol uchun disable bo'ldi. Faqat uni audiosi eshitiladi, videosi esa ko'rinmaydi. Xuddi shunaqa audioni ustiga bosib shift E'ni qo'shib bosadigan bo'lsangiz, xuddi shu audiosi disable bo'ladi va videosi qoladi, ovozi eshitilmaydi. Lekin ovozi hech qayerga o'chirib yuborganimiz yo'q. Vaqtinchalik buni o'zini yashirib turibmiz daroshkadan. Orqaga qaytaramiz. Buni ham tushundingiz deb o'ylayman. Xuddi shunaqa agar alt bilan bundoq kesib turib orasini sichqonchaga qaytib xohlagan holatingizda disable enable qilsangiz bo'ladi. Buni ham tushundingiz deb o'ylayman. Bu ham montajda qayerlardadir kerak bo'lib qoladi. Agar video materialni alt bilan qo'shib turib, bosib turib suradigan bo'lsangiz, avtomatik tarzda o'sha video materialdan kopiya oladi. Audio materialdan ham xuddi shunaqa. Ana endi xuddi shu materialni audiosi bilan videosini ikkalasini bosib turib, altni bosadigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa undan kopiya oladi. Va suradigan bo'lsangiz, xuddi o'sha narsani kopiya oladi. Video materialni montaj qilamiz va eksport qilamiz. Bu yerda sujet nima? Bu bizning mana qahramon Asilbek keladida, xonaning eshigini ochadi va o'zining kompyuteriga o'tirib, misol uchun ishlaydi. Biz shu sujetni ozgina montaj qilib ko'ramiz. Buning uchun biz audio materialni hammasini keling o'chirib yuboramiz. Mana bizning qahramon yuryapti. Bunaqa uzoqdan kelish shart emas. Keling salgina bu o'rtaroqlardan olamizda. Mana shu joylardan kesamiz. Keyin esa ikkinchi material tortamiz. Bu yoqda nima bilan tugayapti? Bu yoqda kalitni keldi-da. Burab eshikni ochdi. Mana shu kalitni qulfga tekkizishiga o'tamizda va burashidan kessangiz ham bo'ladi. Siz boshqa joydan kessangiz ham bo'ladi. Va ikkinchi video materialda ham xuddi shunaqa joyini topamiz. Bir-biriga ulash uchun. Kalitni tiqdi va burayotgan joyidan. Mana. Eshik ochiladi, to'g'rimi? Yana eshik ochilgan joyidan ochamiz-da, ozgina mana shu joydan kesamiz-da. Endi 3-video materialdan eshik ozgina ochilgan joyini topamiz. Mana. Va bizda nima hosil bo'ldi?
Mana ko'rdingiz. Shunchaki bu yerda nima qilyapman men? Video materialni bitta nuqtasini belgilab olasiz. Misol uchun harakatda o'sha harakatga yetib borganingizdan keyin ikkinchi kadrga o'tishingiz uchun xuddi ikkinchi kadrdan ham o'sha joyini topib olishingiz kerak. Ya'ni boshqa rakursdan, boshqa ko'rishdan. Kamera boshqa joyga joylashadi, lekin harakat, vaziyat xuddi o'sha joydan ilib ketadigan bo'lsangiz, shunaqa ketma-ketlikda video hosil bo'ladi va bir-biriga bog'lanishni boshlaydi video materiallaringiz va hammasi birga bo'lib bitta syujetni hosil qiladi. Siz agar misol uchun mana bu kelgan joyidan boshlashingiz mumkin, mana kalitni yo'naltirgan joyidan. Agar sizga mana shu kalitni mana bunaqa burayotgan joyidan o'tishni xohlamasangiz, ya'ni ertaroq o'tmoqchi bo'lsangiz, shunchaki mana kontrolni bosib turib o'tgan darsda o'rgangandik. Shundoq suradigan bo'lsangiz, misol uchun ertaroq o'sha kadrga o'tsangiz ham bo'ladi. Ko'rdingiz? Mana kontrol nima uchun kerak bizga? Va buradi. Mana ko'rdingiz? Salgina o'zgarish bo'ldi, lekin voqelik bir-biridan o'zgarmagan. Hammasi bir-birini davom ettirib, bir-birini to'ldirib ketyapti bizning har bitta kadrlarimiz. Bizning qahramon kelyapti va eshikni ochyapti. O'zini xonasini va eshikdan kirdi. Va svetni yoqdi, chirog'ini yoqdi va mana shu qadam tashlashini ushlab olamizda, o'chiramiz, yo'q kerak emas bizga va keyingi kadrdan xuddi shunaqa joyini topamiz. Ko'rasiz, bu yo'q boshlanishi boshqacha. Bu yo'q syujetga qarabdi. Misol syomka tasvirga olish jarayonida ham xuddi shunaqa syomka qilinadi, to'xtatib yoziladi va ikkalasida ham shunaqa bir xil joyi bo'lishi kerak va o'sha joyidan kesasiz, ikkinchi kadrdan ham xuddi shu joydan kesasizda, bir-biriga ulaganingizda o'sha bir-biriga ulanib ketishi kerak va buni siz o'zingiz syomka qilayotganingizda tushunishingiz kerak. Mana o'ng oyog'ini tashladi, boyagi kadrda o'ng oyoq teggan edi yerga. Mana teggan edi. Va keyin ulab olamiz bir-biriga. Qani nima bo'ldi, o'xshadimikan? Salgina qanaqadir bu kadr ertaroq boshlanganda, o'tib ketgandek. Mana chunki oyog'i tushishga ulgurmadi-da. Mana endi sal yaxshiroq bo'ldi. Mana bizning material, syujet, epizod, qanaqa nomlasangiz nomlang, lekin bizda hozircha yomon ketmayapti. Demak, bizning qahramon va nihoyat yetib keldi kreslosiga va keling mana shu o'tirishidan oldinroq bundoq surishidan kesib olaylik va keyingi kadrda xuddi o'sha joyini topamiz. Yo'q, keyingi kadrda unaqa surmabdi. Bu syomka jarayonida juda ham aniq kelishilmagani uchun shunaqa xatolar ham bo'lishi mumkin, lekin hech qisi yo'q. Demak, bu kadrda suradi-da, surib ola qolsin-da va o'tirayotgan joyidan olamiz. Endi xuddi o'sha joyini, shunga o'xshagan joyini izlaymiz. Mana. Salgina qarang, qo'l hali orqadan kelishga ulgurmadi-da, lekin bu yoqda o'zi orqada. Bu ham xato. Endi nima qilamiz? Sal qo'lga vaqt beramiz, oldinga bu yoqqa o'tib olishiga va mana shu joydan demak, mana endi sal-pal o'ziga keldi. Mana marhamat, bizani qahramon kreslosiga o'tirib oldi. Ko'p o'tirdi, kompyuter yoqdi. Demak, keyingi materialni ko'ramiz. Keyingi material nima bo'pti bizda? Keyingi materialda bizning kompyuter yonyapti. Kompyuter bunaqa uzoq yonishi bizga kerak emas. Mana taxminan mana shu joylardan olsak ham bo'ladi. O'tirdi va xo'p, keyingi video materiallarni ham ko'rib olaylikchi. Xo'sh, mayli. Demak, o'tirdik va mana shu yerda juda ham ko'p qolib ketamiz. Mayli, hech qisi yo'q. Shu teggan kompyuter yoqqan joyidan olamiz. Bu yoqda o'sha qo'l hali
qaytishga ulgurmagan ekan. Demak, qo'l qaytishga ulgurmadi. Demak, biz nima qilamiz? Demak, bizani qahramonimiz mana o'tirdi kreslosiga. O'tirib olgandan keyin shu joyidan kesa qolamiz. Keyingi materialni o'ylaymiz. Albatta bu syomka paytida xato bo'lgan. O'sha kompyuterni yoqqan mana yo'qotdi kompyuterni. O'sha yoqqan joyini alohida kadri yo'q. Endi biz nima qilamiz? Исходникni mana oxiriga boradigan bo'lsangiz, mana bunaqa bizda перевичный kadr bor. Buni перевивка deyiladi. Misol uchun agar mana shunaqa bir-biriga ulanmaydigan joyi bo'lib qoladigan bo'lsa, mana shu kadrdan ham foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun kino bu usul misol uchun kinolarda foydalaniladi. Agar mana shunaqa xato bo'lib qoladigan bo'lsa, qanaqadir joylari bor, shu kadrdan foydalanib, mana endi mana shu bir-biriga yopishmagan joyi yopishtirib ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizda hozir nima o'xshamayapti? Bizda mana kompyuter yo'qotdi va ko'ryapsiz, keyingi kadrga o'tamiz desangiz, kompyuter yonayotgan paytida qo'l bu yoqda stol ustida emas. Mana shu joyini to'g'rilab ketishimiz kerak. Biz nima qilamiz? Qo'l turibdi va kompyuter yo'qotdi, to'g'rimi? Biz mana shunaqa zerikarli joyini kesib tashlaymiz. Biz o'tirdi deylik va biz перевивка kadrimizga o'tamiz. Shu joyida salgina boshroqdan kesamizda ozgina yurdi va bu kadr nimaga qo'yildi? Shu vaqt ichida bizda xayolimizda shunaqa fikr paydo bo'ladi. Bu kadrga o'tgandan keyin kompyuterimizni u o'zi qo'li bilan yoqdi va o'sha paytda kompyuter yonishni boshladi degan narsa keladi va o'sha biz ko'rmayotgan voqelikni bizani boshimiz o'zi boshqaradi-da. Ya'ni tomoshabin jihatdan aytyapman. O'zi avtomatik tarzda o'z joyini to'ldiradi. Hozir hammasini tushunib olasiz. O'tirdik, ozgina kadr ko'rsatdik va bemalol ana endi keyingi planga o'tib ketsak bo'ladi. Demak, bizda parol teradigan joyi bor. Parol teradigan joyida mana bu numpaddan teryapti. Keling, o'sha numpaddan termasin-da. Bu yoqdan tersin. Bu yoq boshqa harflardan tersin. Mayli noto'g'ri tersa ham. Xo'p, biz uning uchun nima qilamiz? Bizda naushnik oladigan kadr ham bor ekan. Naushnik oladigan kadrga o'tamiz bo'lmasa. Bu yoq mana bitsa, endi menimcha bizga kerak emas. Mana bu kadrim olganda. Kompyuter bu yonishni ham o'tkazib olamiz. Bu ortiqcha kadrlar ham chiqadi. Shunaqa kerakmiz. Naushnik o'ta olamiz birato'la. Demak, bizda shunaqa fikr tug'iladi. Bu kadrdan keyin hamma kompyuterni yo'qib oladi va naushnik o'tib ketamiz biz. Naushnik sal tushunmay qoldik. Sal kutib qoldik. Qo'lni ko'tarilayotgan joydan kesamiz. Bundoq ko'tarilayotgan paytda shu joydan kesamizda keyingisiga o'tamiz. Keyin nima bo'lyapti bizda? Mana qo'l cho'zdi va naushnik ko'tarilyapti. Shu joylardan taxminan olamiz. Naushnik taqdik va ishlayapmiz. Keling, ishlashimizda ko'z mana shu pastga tushganda, demak, mana shu joydan klaviaturada yozishni boshlasin bizning qahramon. Buni ko'tarish u yog'i kerak emas. Va biz klaviaturaga qaytamiz. Qo'l bunaqa turmaydi. Qo'l o'zi yozayotgan bo'lishi kerak. Taxminan ana endi ishni boshlayotgan bo'lishi kerak. Sal ertaroq kechiktiramiz buni ikkinchi kadrda. Yana ham ertaroq bo'lib qoldi. Salgina yana ozgina. Ana endi sal o'ziga o'xshadi.
taxminan shu joylarda kesamiz. Ozgina ko'p olib ketishimiz kerak emas. Qo'lda yozayotgandek qo'l qimirlash kerak bizda. Ko'zimiz pastda turishi kerak. Va tamom. Xuddi mana shu video materiallarni siz bir-biriga ulashga harakat qilib ko'ring. Sizda bu boshqacha bo'lishi ham mumkin. Aynan shu video materiallar, video bo'laklar bir-biri bilan bog'lanib bitta epizodni, ya'ni voqelikni hosil qiladi. Bu voqea hech qanaqa ma'no mantiq bildirmasa ham, xuddi shunaqa kichkina epizodchalar bir-biri bilan bog'lanib bitta syujetni hosil qiladi. Syujet esa bir-biri bilan bog'lanib bitta epizod ikkinchisi bilan bog'lanib oxir-oqibat bitta filmni hosil qiladi. Tushunasiz? Aynan montajning bazasi aynan shu ikkita kadrni bir-biri bilan bog'lashga bog'liq bo'ladi. Buni tushundingiz deb o'ylayman. Demak, keling ana endi bu video materialni biza tayyor eksport qilamiz. Qanaqa qilib eksport qilamiz? Buning uchun hamma mana shu timelinedagi video materiallarni belgilaymiz va mani klavishimda mana shunaqa dropga bosadigan bo'lsangiz, bu shiftni chap tomonida joylashgan. Kirilchada U harfidan o'ngda joylashgan. Tushundingiz-a? O'sha klavishni bosasiz. Shunda mana shunaqa qilib oq qilib belgilab oladi boshini, oxirini. Ana endi mana shu holatida biza eksportga o'tsak bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchi usul Ctrl M bosadigan bo'lsangiz ham xuddi o'sha eksportga o'tadi. Eksport qiladigan video materialimizning nomi 4-dars MP4 ko'rinishida eksport qilaman deydi va ikkinchisi qayerga eksport qilishini belgilasangiz bo'ladi. Menda hozir рабочий stol turibdi. Keling, рабочий stolda turaversin. Ana endi keling preset turadi-ya. Uchinchisida presetda siz aynan mana shu Match Source Adaptive Medium Bitrate topishingiz kerak. Misol uchun favoritesda shunday pastga qaraydigan bo'lsangiz, pastga tushadigan bo'lsangiz, mana shu yerdan Match Source Adaptive Medium Bitrate topib tanlab olasiz. Yana endi kerakmiz videoni va hokazo balobattarlarni hozir ochmay turamiz. Bu yopiq tursin. Hozircha shu joyini o'rganib olamiz birgalikda. Keyingi darslarda bu yoqni videoning formatlarini, balobattarlarini aniq qilib o'rganamiz. Hozircha shunchaki Match Source Adaptive Medium Bitrate qilib qo'ying shu joyini va tamom. Ana endi bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, o'ng tomonga bizlar o'sha video materialimiz kadri va qayerdan qayergacha eksport bo'lishini bu yoqqa surib ko'rsangiz bo'ladi. Va tayyor video materialimiz shundan iborat bo'ladi. Va siz misol uchun range turadigan bo'lsa, mana shu source in out bo'lishi kerak. Misol uchun boshqasi agar work area turgan bo'lsa, siz shunchaki source in out ga mana shu joyini o'zgartirib qo'ying. Range ni oldida source in out turishi kerak. Buni nimaligini keyingi darsda o'rgataman. Va bu yoq tomonga qaraydigan bo'lsangiz, scale to fit turibdi. Scale to fill, stretch to fill turmasligi kerak. Xuddi menikidaqa bo'lishi kerak. Siz mana shu narsalaringizdan. Va bu yoqqa qaraydigan bo'lsangiz, source bizada aynan qaysi timelinedan videoyimiz eksport bo'layotganini ko'rsatadi bu yoqda. Va pastga qaraydigan bo'lsangiz, bizning videoning formati 1920x1080 bu aynan Full HD va 50 fps 50 talik kadrda eksport qilishga tayyor va bizning materialimiz 34 sekunddan iborat bo'ladi. 34 sekundda bizning bor video materialimiz tugaydi oxiriga borib. Va audioni ko'rsatadi. Bizda audio yo'q, o'shaning uchun no audio available turibdi. Outputga qaraymiz. Xuddi videomiz mana formati. Keyingi darslarda bo'lib o'rganamiz albatta. Va audiomiz yo'q. Bunga e'tibor bermaymiz. Agar audiomiz bo'lganda shunaqa formatda eksport bo'lardi. Xo'p, ana endi pastga qaraydigan bo'lsak, bizda size turibdi, file size turibdi. Bizda eksport bo'ladigan videomiz 85 megabayt bo'ladi. Bizda eksport qilish ikki xil yo'li bor. Va joyini belgilab olganingizdan keyin shunchaki eksportni bosadigan bo'lsangiz, videoingiz eksport bo'lyapti. Mana shu joyda. Kompyuteringiz qanaqa kuchli bo'ladigan bo'lsa, eksport ham shunaqa tez bo'ladi. Va qaraydigan bo'lsangiz, mana videomiz eksport bo'ldi va tagida o'sha eksport bo'lgan joyini ko'rsatadi. Keling buni sverni qilib turamiz. Mana рабочий stolga 4-dars bo'lib videomiz eksport bo'ldi. Ko'rib olasiz, hammasi joyida, kачествоlar bunaqa buzilmagan. Eksport qilish ikkinchi yo'li. Hozir mana bu eksportdan eksport qilgan bo'lsak, ana endi birinchi darsda siz bilan biza media encoderni kompyuterimizga uстановка qilgandik, ya'ni yozib olgandik. Shu media encoderga bosasiz.
Agar uстановka qilmagan bo'lsangiz, bu knopka sizda o'chiq turadi, bosa olmaysiz. Va biza avtomatik tarzda media encoderni ochib ketadi o'sha knopkani bosganingizdan keyin va bizda o'chirt paydo bo'ladi. Media encoder bu o'zi nimaga kerakligiga ham ozgina keyin qisqacha to'xtalib o'tib ketamiz. Media encoderda bizani Premiere Pro media encoderga zakaz berdi. Mana shu materialni menga eksport qilib berdi. Endi Premiere Pro'mizni bemalol yopib yuborsak ham bo'ladi. Saqlanib qilaylikmi? Mayli, saqlanib qo'ya qolsin. Ana endi bizda nima bor bu yerda? Xuddi o'shanaqa boyaga Premiere Pro'ni eksport bo'limidagi bo'lim turibdi. Bundan o'sha formatlarni ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Bunga keyinchalik yana misol uchun mana ko'rasiz, xuddi o'shanaqa. Faqat ko'rinishi salgina boshqacha bo'ladi, lekin bazaviy qaraganingizda hammasi bir xil. Mana misol uchun va uni qayerga eksport bo'lishi, uni nomi ham keltirilgan, buni ko'rasiz. 4-darsda yana eksport qilayotgani uchun shunchaki 1 deb qo'shib qo'yadi, chunki ikkita bir xil fayl bitta joyda mavjud bo'lishi o'zi kompyuterda bazaviy holatida ham mumkin emas. Ko'rib turganingizdek, bizda hozir Premiere ochiq emas. Premierdan bemalol chiqib ketsangiz bo'ladi. Bu encoderga zakaz qilib bo'lgandan keyin. Misol uchun mana bitta bizda o'chirt paydo bo'ladi. O'chirt bu o'zi nima va encoder o'zi bizga umuman olganda nimaga kerakligi haqida ozgina to'xtalib o'taylik shu joyga kelganda. Sizda shunaqa bo'lishi mumkinki, 3-4 ta video materialni bittada eksport qilishingiz kerak bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun hammasini ketma-ket encoderga uzatasizda, zakaz berib yuborasizda. Bu keyin o'ziga qatorasiga o'chirtni yozib oladi. Keling boyagi proyektga qaytamiz. Boyagi proyektni ochib olamiz. Demak, o'sha proyektimiz bizani. Buni siz bu yoqdan mixni ichidan ham ochishingiz mumkin. Keling yana bitta xuddi mana shu materialni yana encoderga jo'natamiz. Encoder yana qabul qiladi, xuddi o'sha video materialning encoderga farqi yo'q. Bitta video materialni 3-4 martalab yoki boshqa sekvensdagi video materialni ham qabul qilib bo'ladi yoki umuman olganda vaqti boshqa proyektdagi ichidagi video materialni ham eksportga qabul qiladi. Xohlasangiz mana shu yerda 80, 90, 100 talab video material qabul qiladi, shunchaki o'chirtiga yozib oladi o'zi uchun. Sostoyaniyada gotovo turibdi va play bosadigan bo'lsangiz, o'sha o'chirtingizda nechta video materialni eksport qilishga encoderga yozgan bo'lsangiz va encoder o'ziga o'chirt qo'ygan bo'lsa, o'shaning hammasini birin-ketin render qilib eksport qilishni boshlaydi. Lekin Premiere Pro'da eksport qiladigan bo'lsangiz, bunaqa o'chirti yo'q. Shunchaki eksport qilishni boshlaydi. Bizani Premiere Pro'miz shu bilan band bo'lib qoladi. Bu Premiere Pro'mizda ishlay olmaymiz eksport qilayotgan paytida. Misol uchun, media encoder eksport qilayotgan paytida siz ishlashingiz mumkin. Bu narsa misol uchun ko'rasiz. Endi yana bitta joyi bor. Misol uchun siz 100 ta video materialni eksport qilish uchun encoderga jo'natdingiz. Eksport qilishdan oldin, mana pastga qaraydigan bo'lsangiz, avtomatik выключение kompyuteri shuni bosib qo'yadigan bo'lsangiz, mana ogohlantiryapti, avtomatik выключение deb. Va mana bu yerdagi yashil запустить очередь enter bosib oladigan bo'lsangiz yoki video materiallar eksport bo'lishni boshlaydi va eksport qilib bo'lgandan keyin mana shu птичка qo'yib qo'yganingiz uchun kompyuter o'zini o'zi o'chiradi. Ishini tugatib bo'lgandan keyin 80-90 ta video materialingizni bittada eksport qilishga qo'yasiz. Bu esa ko'p video material bo'lgani uchun ancha ko'p vaqt oladi va misol uchun 2-3 soat vaqt olishi mumkin. Siz borib joyingizga borib uxlashingiz mumkin yoki ishga ketadigan joyingiz bo'lsa ishga ketishingiz mumkin. Bu encoder hamma videolaringizni eksport qilib bo'lgandan keyin kompyuterni o'chirib qo'yadi. Agar siz 80 ta video materialni eksport qilmoqchi bo'lsangiz Premiere'da, bu albatta telbali bo'ladi. Har bittasini oxirida bunaqa eksport qilib, qayta bosib chiqishingiz kerak bo'ladi. Hozircha biz kompyuterimizni o'chib qolmasligi uchun avtomatik выключение kompyuterlarida птичкasi yo'qligini ko'ramizda va keling biz enter, ya'ni mana shu yashil knopkani bosamiz. Bizda render ketdi. Xuddi shunaqa Premiere'dagi eksport bo'lyapti bu yerda ham. Mana endi ikkinchisi ketyapti mana ham. Xuddi o'sha video materialni yana bir marta eksport qilyapti. Va yana bitta narsa aytishim kerak. Mana rendering pastga qaraydigan bo'lsangiz, Adobe Media Encoder'da Premiere'dan ko'ra video materialingizni tezroq eksport qilib olsangiz bo'ladi. Nimaga? Chunki Adobe Media Encoder'ni ishlash prinsipi video kartaga bog'langan bo'ladi, kompyuteringiz video kartasiga. Premiere Pro'ni o'zida eksport qiladigan bo'lsangiz, videoni eksport qilishda u faqat kompyuteringizni toshidan foydalanadi. Encoderda eksport qiladigan bo'lsangiz, video kartadan yordam oladi. Mana bu yerga qaraydigan bo'lsangiz, mana ko'rasiz, bossangiz ускорение GPU с помощью mexanizma Adobe Mercury Playback CUDA turibdi. Bu men qisqa qilib oddiy qilib aytadigan bo'lsam, GPU ya'ni grafik kartadan, ya'ni o'sha video kartadan foydalanaman degani. Manba esa только программное обеспечение degani. Bu o'sha faqat video kartani bezovta qilmasdan
kompyuter toshidan foydalanib eksport qilaman degan. Premierda faqat shu prinsip mavjud. Encoderda esa videokartadan foydalanib eksport qiladi. Bu tosh o'zida eksport qilgandan ko'ra ancha tez. Premiere hech qanaqasiga videokartadan foydalanib eksport qilmaydi. Faqat tosh qiynaydi. Videokartangiz bo'lsa bo'shatadi. Mana bu bizani kompyuterimiz toshidan foydalanib eksport qilganmiz, ya'ni Premiere o'zida eksport qilganimiz. Mana bunisi bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha videokartamizdan foydalanib media encoderda eksport qilib oldik bu videoni. Xuddi shu video materialni yana bir marta eksport qilganimiz uchun mana nomiga sal o'zgartirish kiritadi. Yana probel qo'yib yana bir qo'ydi, lekin xuddi o'sha video material hech qanaqa joyi o'zgargani yo'q, shunchaki nomi boshqacha. Bu darsimizda ya'ni yangi unlink, link degan narsalarni o'rgandik, disable, enable qilishni o'rgandik video materiallarimizni. Shu bilan birgalikda bitta ozgina montaj uchun siz исходникka ega bo'ldingiz va o'sha исходник video materialni xom video materiallar ustida ishladingiz, bir-biriga ulashishni o'rganib ko'rdingiz. Misol uchun sujet bo'yicha va bitta voqelik hosil qilishni o'rgandik biz shu yer o'zida va o'sha tayyor materialni kompyuterimizga mana eksport qilishni ham o'rgandik. Ikki xil usulda, Premiere o'zida va encoder yordamida. Keyingi darslarimizda biz misol uchun mana shu kadrlarni, xuddi shu video materiallarni ozgina bo'yaymiz. Mana boshida qimirlab ketgan joyi bor, unga stabilizatsiya berish, ya'ni effektlar berish va hokazo. Yana qo'shimcha o'rganadigan narsalarimiz ko'p. Ularni albatta birgalikda yana o'rganamiz. Shu bilan biz sizni 5-darsda kutib qolaman. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosing. Keyingi videolarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lishni ham esdan chiqarmang. Shu bilan birgalikda sizni 5-darsda kutib qolaman. Montajni o'rganishda charchamang va sog' va salomat bo'ling.